oyijon, nima bo'ldi? Umumiy psixolog chaqiringlar. Menda qoida-ku. Undan ko'ra skoriy chaqirish kerak. Vahima qilmanglar, plyuslari bor-ku. Xudoga shukr. Voy. Obbo! Endi bunga nima bo'ldi endi? Hozir tushunmadim. Xursand bo'lish kerakmi yo xafa bo'lish kerakmi? Voy, onasini emsin, turetga sera bunaqa qizi bo'lmagan-a. Nargizani chaqirdi. Voy, umol doktori-yu. Ey, ana ko'cha boshidagi do'ppiga Nargiz bor, o'shani chaqirish kerak. Ha, hozir chaqirib boringlar. Ey xudoyim, oyijonga nima bo'lgan-ekan-a? Qatlam bilaman. Nimaga bizdan so'raysiz? Hozir doktor chiqsin, o'zidan eshitamiz hammasini. Xullas, Anajimga nima bo'ldi? Ayta qoling tezroq. Nargiz opa, siz qo'lingizdan kelganingizni qilgansiz, tushunamiz. Obbo, Nargiz opa, ne shunaqa sizlar? Shartta chiqib aytsanglar bo'ladi. O'sha kinolardagi gapmi? Qo'limizdan kelganini qildik, lekin saqlab qola olmadik, dedi-yu. Rostdan ham qo'ldan kelganini qildik. Ming afsuski, qaynonanglar hali ko'p yashaydilar. Lekin kasalliklari jiddiy, kam uchraydigan kasallik. Nima ayting, men prямой efirdaman. Auditoriyam eshitadi. Qaynonanglarda shizofreniya aniqlandi. Nima freniya? Bu insonning tafakkuri, his-tuyg'ulari, xulq-atvorini buzadigan murakkab kasallik. To'g'ri, lekin qaynonanglarda sal boshqacharoq formasi. Ular xohlagan paytlarda o'zlarini xohlagan odamdek tutishlari mumkin. Doktor, tushuntiribroq gapirsangiz-chi? Voy, g'alchamsizlar, nima tushundingizlar? Bir kun yosh bola, bir kun quruvchi, bir kun uchuvchi, bir kun daraxt. Mana bugun masalan uyqudagi malika obrazdalar. Voy, bilardim o'zi oyijon zo'r aktrisaliklarini. Voy, nima balo? Tinchlikmi? Chiqatmisiz? Kimdir qusdi, meni ham ko'nglim aynib ketib, rivotniy reflekslarim ishlab ketadi. Tekshirib ko'ring. Mana o'zi qog'oz. Oyijonki emasmi? O'zi qog'oz qaynisinglarniki. Qaynisinglar homilador ekan. Tabriklayman, yana jiyanli bo'lasizlar. Xavotirga o'rin yo'q, qoni quyilib ketgan. Hozir otdek bo'lib qoladi. Voy. Xonzodami? Xavotirga o'rin yo'q. Kindidan ukol qilsa, tezroq ta'sir qiladi.